Bizine gerek töbetek. Var mı? Töbetek olmaz. ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه أعوذ بالله من Biz iki возрастной групpada ishladik. Birinchi gruppa ol 15-18 yoshlik bolalar. Ikkinchi gruppada bizda bo'ldi eng yosh qatnashuvchilar 4-10 yoshlik bolalar. Birinchi gruppada bizda algina 8 kishi bo'ldi. Bu ozgina bizni недоумение bo'ldi bizda. O 8 kishi bo'ldi. Diga yosh bolalar bizda ko'p bo'ldi. Ulardan 50 day qatnashuvchilar bo'ldi. Ikkinchi gruppada 4-10 yoshlik qatnashuvchilar ichida konkurensiya zo'r bo'ldi. Ham 15 дополнительный nominatsiya yasadik. Bizning tüp maqsad birinchisidan olib 19-sına chaqli millatimizning donli ham shonli tarixini davom etuvchilar tarbiyalantirga tegish. Biz shu bilan shug'ullanamizda. Allohga shukr. Bu butun Rossiya ko'lamida o'ta Idilbo'yi respublikalarına kelalar. Allohga shukr. Bulatlar qaralgan 57 nominatsiyada shu g'olimlar ismidagi bulatlar barsida bor. Kim ol mana Qulsharif ismidagi bulat. Qulsharifni ol matur ettirib bilar ekan. Ham Qulsharifning shu turmush ishchanligin, ham onun niyatlarini bilar ekan, ol balaga Qulsharif ismidagi bulat. Bu balalar bizning mirosimizni bilirga tegishlar. Kim ol Qulsharif, kim ol Marjani, kim ol Musa Jarullah, kim ol Rizaytin Faxriddin, kim ol Muxlis Abubi. Mana shu shunday. Kim ol Rashida Ishaqiy. Bu millatimizning ko'tarilishi o'lim. Biz millatimizga sunarga erik qo'yarga tegish tugul biz. Tilni unutib boralar. Tatar millatini unutib boralar qo'y birovlar. Yo'q, biz Şoşa büyük Tatar milletinin hayırlı davamçıların biz terbiyelerge tegish. Uram yuta malaylarına. Uram yuta. Yuta hem yak jibermey. 58 Allah'a şükür bulturalı 2 güneydi. Aqtıq yıllarda tegi özgərişlər vaqtindən sonra İslam dini көтәрелеп barğanın davamı gelecekte ol şulay barsa, elbette balalar da tərbiyəli olur idi. Elbette İslam dili bulğan yerdə Mene tilde işitile, bağlar da tilini işitip yaşayı. Din turunda hiç siksiz de yüzümüzünü unuturga teyiş tügülübüz. Bizden İslamımız, dinimiz İslam bulsa milletimiz Tatar. Eşit adam balasının ol bir ruhi kıblası.